Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklari bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Qadrli do'stlar, mana shu kichik mehnatimizni qadrlagan holda ushbu kanalimizga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz uchun arzimagan bu ish biz uchun juda ham muhim. Qadrli do'stlar, bizning kanalimizda hech qanday pornografik yoki qimorga targ'ib qiluvchi reklamalar chiqmaydi. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Bugun Husanov o'ynamasa bo'lmaydi. Angliya Premyer Ligasining 28-turi doirasida Manchester City futbolchilari murakkab raqib Leeds jamoasi mehmoni bo'ladi. Chempionlik uchun kurashish imkoniyatini saqlab qolish uchun shaharliklar bu uchrashuvda ham g'alaba qozonishi talab etiladi. Ana endi diqqat qiling do'stlar. Bugungi Manchester City va Leeds o'rtasidagi uchrashuv kechki soat 22:30 da boshlanadi va ushbu o'yinni hech qaysi O'zbekiston telekanallari translyatsiya qilishi to'g'risida ma'lumot bermadi. Ya'ni ushbu o'yinni hech bir O'zbekiston telekanallari orqali ko'rishning iloji bo'lmaydi. Ammo muammo yo'q do'stlar. Agarda siz Manchester City va Leeds o'rtasidagi uchrashuvni jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizlarga rasmiy Telegram kanalimizni tavsiya qilaman. Telegram kanalimizga kommentariyada yozilgan silka orqali o'tasiz yoki bo'lmasam Telegram qidiruv joyiga Sport Plus YouTube so'zini kiritsangiz, Abduqodir Husanov nomli Telegram kanalimiz kelib chiqadi. Ushbu kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, kechki soat 22:30 da Abduqodir Husanovning, ya'ni Manchester City va Leeds o'rtasidagi uchrashuvni birgalikda jonli efirda tomosha qilamiz. Albatta do'stlar, o'tib obuna bo'lib qo'ying. Bizning Telegram kanalimizda ham hech qanday qimor reklamalar qilinmaydi. Barcha o'zbekistonlik futbolchilarning o'yinlari ham aynan Telegram kanalimizda jonli efirda translyatsiya qilib beriladi. Barchani Telegram kanalimizda kutib qolaman do'stlar. Endi esa Manchester Cityning rasmiy sayti, nufuzli manba cityextra.co.uk sayti ekspertlari bo'lajak o'yin oldidan Josep Gvardiola qaysi futbolchilarga tayanishini tahlil qilib, taxminiy tarkibni tuzib chiqdi. Asosiy tarkibda Janjoli Donnarumma, Nunes, Geke, Abduqodir Husanov, Ait-Nuri, Rodri, Bernardo Silva, Nico O'Reilly, Sherki, Erling Haaland va Semenyo. Zaxiradagi futbolchilar Trafford, Luis, Stones, Diaz, Nico, Reinders, Savinho, Foden, Marmush. Leeds va Manchester City o'rtasidagi muhim uchrashuv 28-fevral kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 22:30 da boshlanadi va ushbu o'yinni Telegram kanalimizda jonli efirda ko'rishingiz mumkinligi to'g'risida aytib o'tdim. Telegram kanalimizga o'tsangiz, birgalikda ushbu o'yinni jonli efirda tomosha qilamiz do'stlar. Qadrli do'stlar, xabaringiz bor, kecha Başakşehir hamda Konyaspor o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tdi. Ushbu uchrashuvda hamyurtimiz Abbosbek Fayzullayev ham Eldor Shomurodov ham to'liq 90 daqiqa harakat qildi. Ushbu uchrashuvda Başakşehir 2-0 hisobida Konyasporni mag'lubiyatga uchratdi. Ushbu o'yindan keyin Başakşehir bosh murabbiyi Nuri Shahin Eldor Shomurodov va Zelke haqida fikr bildirdi. Avvalo Zelke va Shomurodov yaxshi o'ynayotganini ta'kidlashim lozim. Menda 4 nafar juda yaxshi saviyadagi hujumchi bor. Ularni maydonda ko'rishni istayman. Shuning uchun shu sxemani tanladik. Eldorning intellektual salohiyati Zelkening ishini ancha yengillashtiradi. Shu bilan birga Zelkening jismoniy ko'rsatkichlari va bosh bilan o'ynashi Shomurodovga ham katta yordam beradi. Ular yaxshi duetga aylanadi. Zelke ham sekin-asta gol ura boshladi. Men ham u bilan o'ynaganman. Uning gol ura olishini doim bilganman va shu bois sabr qildim. Biz ko'proq uning o'yiniga e'tibor qaratdik. Asta-sekin gollar kela boshladi. Eldor va Davi bir-birida yaxshi to'ldiruvchi ikki futbolchi. Umid qilamanki, Berto ham bu safga qaytib qo'shiladi. Nuno va Kosta timsolida yana bir yaxshi hujumchimiz bor. Biz bu holatni juda yaxshi uddalamoqdamiz. Endi Nuri Shahin jamoasi Turkiya chempionatining navbatdagi turida o'zida bir pog'ona yuqorida borayotgan GZPT futbolchilarini qabul qiladi. Bu uchrashuv 8-mart kuni bo'lib o'tadi. Ushbu o'yinni ham jonli efirda Telegram kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin do'stlar. Xullas, barcha uchrashuvlar, o'zbekistonlik futbolchilarning uchrashuvlari Telegram kanalimizda jonli efirda translyatsiya qilib beriladi. Telegram kanalimizga kommentariyada yozilgan silka orqali o'tasiz yoki bo'lmasam Telegram qidiruv joyiga Sport Plus YouTube so'zini kiritsangiz, Abduqodir Husanov nomli Telegram kanalimiz kelib chiqadi. O'tib hoziroq obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Eng so'nggi yangiliklar, xullas barcha ma'lumotlar Telegram kanalimizda yoritib beriladi. Mana do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.